Mana bu joylarni hammasini men o'zim boshchiligimda desam noto'g'ri bo'lmasa kerak. Joylarimiz odamlarni hammaga baxt saodat tilayman. Shu qatorda eng birinchi navbatda meni eng yaqin bo'lgan ukam Jahon akamga baxt saodat tilayman. Kelin bola bilan baxtli bo'lsin. Har doim mana shunaqa oqibatimiz hech qachon yo'q qolmasin. Hamma yaxshi dunyodagi yaxshi niyatlarim Jahon aka sizga, Dildora sizga Alloh yaxshi shirindan shakar farzandlar bersin, qo'sha farzandlar nasib etsin sizlarga. Shu qadar bizga ham hammamiz o'ynab kulib yuraylik ota-onalarimiz bilan birgalikda. Ular yaxshi tilaylik hammasi sizlar uchun. Marhamat. Rahmat.